Assalomu alaykum. Sizlar bilan rasmiy xabarlar. Hafta boshida qayerlarda yomg'ir yog'ishi aytildi. Kanalimizga obuna bo'ling va bitta like tugmachasini bosib qo'ying. O'zgidromet 10-12 mart kunlari kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Kunduzi 10-martda 8-13 daraja iliq, 10-12 martda 10-15 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 11 martdan ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-11 daraja 1-6 daraja iliq, 12 mart kuni 3-8 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Qor ko'chish xavfi bor. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 10-martda kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq, 11-12 martda kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi.